CRM'da mijozlarni boshqarish tartibsiz ketyapti. Lidlar yo'qolgan. Bularni barchasini to'g'rilash imkoni bor. Salom, bu Noliga Motor Academy va men Shohjahon Shomurodov. Bugungi darsimizda CRM'da Stage, Text va Activitiesni sozlashni o'rganamiz. Step pipeline va bosqichlar. Bu yerda pipeline oynasini ko'rib turibsiz. Pipeline bu mijoz yoki bitimni qaysi jarayonda ekanligini ko'rsatib turadigan savdo yo'li hisoblanadi. Masalan, bitimlar yoki mijozlar quyidagi jarayonda bo'lishi mumkin. New bu yangi lidlar, qualified saralangan, preposition taklif jo'natilgan, won muvaffaqiyatli yakunlangan, lost esa yo'qolgan. Har bir biznes savdo yo'llari turlicha bo'ladi. Shuning uchun Ododa biz o'zimiz qo'lda yangi stagelar qurish imkoniyatiga egamiz. Buni amalga oshirish uchun mishkani o'ng burchakka olib boramiz va bu yerda stage yozuvi turibdi. Stage bosish orqali biz yangi jarayonga nom beramiz. Keling, men second preposition deb nom beraman va buni saqlaymiz. Galchkani bosish orqali. Va bu stagelarni ketma-ketligini o'zgartirish imkoniyatiga ham egasiz. Drag and drop qilish orqali biz buni joyini o'zgartirib qo'yamiz. Prepositiondan keyinga. Xuddi shunday. Step 2. Stagelarni tahrirlash. Bizda mavjud bo'lgan stagelarni biz tahrirlash imkoniyatiga egamiz. Buning uchun stage nomini ustiga olib boramiz va yonidagi icon knopkasini ustidan settings iconining ustidan bosamiz. Xo'p, bu yerda ko'ryapsiz, biz buni o'chirib tashlash imkoniyatiga egamiz, avtomatlashtirish imkoniyatiga egamiz va unga edit qilib, yana qo'shimcha o'zgartirishlar qo'shish imkoniyatiga egamiz. Editni bosamiz. Bu yerda ko'ryapsiz, birinchi navbatda buni nomini o'zgartirish imkoniyati bor va buni g'olib sifatida belgilash imkoniyatiga ham egamiz va buni vaqtinchalik yopish huquqiga ham egamiz. Keyingisi esa buni by default qilib belgilash huquqiga ham egamiz. Bu ayniqsa kompaniyaning ichki jarayonlarini moslashtirish uchun juda ham foydali funksiyalar hisoblanadi. Uchinchisi, taglar bilan ishlash. Taglar opportunity yoki leadlarni saralash uchun ishlatiladi. Va bizda ham bir nechta taglar mavjud: produkt, software, servis va hokazolar. Agar siz produkt taqdim etsangiz produkt qo'yasiz, agar sizda servis bo'ladigan bo'lsa, bu mijoz uchun servisni tanlaysiz. 4-step bu aktivitilar. Activity bu follow up, qo'ng'iroqlar, uchrashuvlar yoki qandaydir eslatmalarni boshqarish uchun kerak. Va mana bu yerda mishkani o'ng tarafida activities turibdi. Soatchani ustidan bosamiz va bu yerda ko'rib turibsiz, menda bir nechta aktivitilar bor. Xo'p, endi keling bu ranglar nimalarni anglatishini ko'rib chiqamiz. Qizil bu o'tib ketgan vazifalar, sariq bu bugun qilishim kerak bo'lgan vazifalar, yashil esa bizni kelajakda kutayotgan vazifalar hisoblanadi. Keling, biz ham amaliyotda yangi bir activity yaratib ko'ramiz. Buning uchun schedule activity'ni ustidan bosamiz va mana bu yerda create new ni bosamiz va bizga kerakli bo'lgan kontaktni topamiz. Menda Shohjahon LLC. Bu yerda ko'ryapsiz, raqamlarim, hamma ma'lumotlarim chiqdi va buni saqlab olamiz. To do qiladigan ishimiz esa type call, ya'ni qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Qanaqa mavzuda? Sanmoriga mijoz bilan suhbat narx bo'yicha. Buni siz o'zingizga biriktirishingiz ham mumkin va boshqa odamga ham biriktirish imkoniyatiga egasiz. Buni saqlab qo'yamiz va ko'rib turibsizki, bizda yangi aktivity qo'shildi. Xulosa qilib aytganda, CRM modulini biznesga moslash savdo jarayonini soddalashtiradi, jamoa ish nazoratini o'z qo'liga oladi, mijozlar bilan ishlashni yaxshilaydi va bitimlarni tezroq yopishga yordam beradi. Bugungi darsimizda biz 4 ta stepni ko'rib chiqdik. Birinchisi pipeline, ikkinchisi esa stage, uchinchisi esa text va oxirgisi activities. Agar sizga darsimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, unga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va Odo usullarini o'rganishda davom eting. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr va salomat bo'ling.